Do'stlar, bizda sotuvda 21 ta tanalarimiz. Mana ichida har xillar bor. Zagonda yurgan. Manzilimiz Jizzax Zominda. Mana qarang, buni zo'rligini qarang, har xil ranglardan bor. Mana tana qidirib yurganlar, sigir qilaman deganlarga hali buqa qo'yilmagan. Hech qaysi qochmagan holatda turibdi. Mana qarang, shassiylarning yaxshiligini. Yoshlari 1 yashardan o'tgan, boyda 13-14 oylik tanalarimiz. Mana qarang, buni sassiyalarini qarang buni. 1 yashar tanalarimiz, 13-14 oylik tanalar. Mana qiziqqanlar bo'lsa, mana qarang, yaxshiligini sassiyalari har xillari bor. Ichida qorasi, qizili har xillari bor mana. Chiroyligina. Boyda sigir qilaman degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hali buqa qochirmagan bular, hali ichiga buqa tushmagan. Sassiyalar yaxshilar. Narxini 14 milliondan deyapmiz. Boyda sunnatiga chiroyli qilib o'tib berishadi. Bitta joyda olgan odamga 14 milliondan. Agar ichidan tanlab olamiz, sigir qilishga deydiganlar bo'lsa, narx o'zgaradi. Uni egasi bilan chiroyli narxda kelishib olaverasizlar, xudo xolasa. Do'stlar, bizda sotuvda tanalar qarang, buni yaxshi sassiyada turganlarni. Bizdan so'rashadi, bo'ylari qanday o'lchab ko'rsating, ma'lumot o'rnini aytib o'ting deyshadi. Bo'ylari 1.10 dan plus minus, kami bor, ko'pi bor. O'lchab ko'rganmiz, mana bu sigirlarimiz, tanalarimiz 1.10 dan ziyod chiqadi. Narxga keladigan bo'lsak, narxini 14 milliondan deyishyapti bir joyda olgan odamga. Agar yo'q ichidan tanlab olamiz deydigan bo'lsa, narx o'zgaradi. Bemalol aloqa uchun telefon nomer qoldiramiz, gaplashib ko'raverasizlar, xudo xolasa. Mana zo'rlari yaxshi, mana sassiyani qarang. Hammasi zagonda yurgan. Hech qaysi boylanmagan, yemda turgan barisi. Zominda turibdi bular. Xudo xolasa zominda zo'rdan zo'ri. Sigir qilishga ham bo'ladi, mana qarang, sassiyani. To'r bo'la go'shtga ham so'yib berishadi. 115 mingdan. Boyda ehsonga, aqiqaga, xudo xolasa qurbon hayitga so'yaman deganlar bo'lsa, mana shu variantga bo'ladi mana shular.